Assalomu alaykum. Mana xudo xolasa Vyetnamga bo'lgan safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi bir xodimlarimizdan qanaqa dam olganlar, qanaqa motivatsiya olganlar, qanaqa emotsiyalar bo'lgani bo'yicha har bittalardan so'rab chiqamiz. Ketdik. Qalay bo'ldi dam? Assalomu alaykum. Zo'r bo'ldi aka. Mazaq dam oldinglar? Mazaq qildik. Kamchiliklar bo'lmadimi? Hammasi zo'r bo'ldi. Endi gulumdan zo'r joylarga boraylik. Planlanmagan. Sog' bo'linglar. Azizbek qalay bo'ldi dam? Klasda. Bilasizmi? Shunaqangi dam oldik mana. Ketamiz. Zo'r. Assalomu alaykum. Qalay bo'ldi dam aka? Rahmat. Yaxshi dam oldik. Rahbariyatga kattakon rahmat. Vyetnamda Pandur gashnisasi dam oldik. 5 yulduzligida gap bo'lishi mumkin emas. Faqat zo'r xotiralar qoldi. Hammaga rahmat. Ishinglarga omad. Sog' bo'ling aka. Xo'jayin qalay bo'ldi dam? Assalomu alaykum. Damlar zo'r bo'ldi. Mazza qildik. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Eldor aka qalay bo'ldi dam? Zo'r bo'ldi dam olishlar. Hammaga rahmat. Vatanga eson-omon yetib. Damlar qalay bo'ldi aka? Davlat zo'r bo'ldi, komandaga rahmat, energiya 100% bo'ldi. Zo'r. Bular damlar qalay bo'ldi? Damni Vyetnamni hamma damini oldik. Mag'amdan aka damlar qalay bo'ldi aka? Hammasi zo'r bo'ldi, go'zal. Qaytish arafasidamiz. Xudo xolasa yaxshi yetib olaylik. Hammaga rahmat. Damlar qalay bo'ldi? Hamma yaxshi bo'ldi. Hammasi plandagi bo'lyapti. Xudo xolasa tushimiz ham plandagi bo'lsin. Eson-omon yetib olaylik. Hozirda damlar qalay bo'ldi? Baraka topinglar. Topganingiz baraka bersin. Balon boy muzavon hamdan birinchi o'rin. Sog' bo'ling. Qalay bo'ldi Temur? Anvar damlar qalay bo'ldi? Dam вообще dahshat. Lekin aka bitta narsa aytaman. Uyda vatanning sog'inchiga baribir yetmaydi. Hamma narsa me'yori yaxshi. Hammamizga nasib qildi. Xudo xolasa Vyetnamlarda birpasda o'tib ketdi. Hammasi go'zal, chiroyli bo'ldi. Xotiralarga, emotsiyalarga to'la bo'ldi. Rahbariyatimizga katta rahmat tilab qolamiz. Alloh rozi bo'lsin dedi. Rahmat hammaga. Sog' bo'ling aka. Salomat bo'linglar. Qalay bo'ldi endi? Cho'tki bo'lar, kuyib ko'chirib o'tib. Hammasi mazza. Qalay bo'ldi? Damlar zo'r bo'ldi, lekin terib shungani yomon bo'ldi. Qoraygani Ishlar qilmaydi. zo'r bo'ldi. Qonu damlar qalay bo'ldi? Zo'r rangimdan bilib olaveringlar. Zo'rmi? Damlar qalay bo'ldi? Hammasi ajoyib bo'ldi. Uyga borib, keyin ishga chiqib bosib ishlash kerak. Masjidda bo'lgan narsalarimizni yig'ishtirdi. Ishxonada ishlab ko'rishni aytadi. Sog' bo'ling. Oxir damlar qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Rahbariyatga katta rahmat. Jannatda bir parchasini ko'rgandim. Zo'r. Sazbrod qalay bo'ldi damlar? Dam cho'tki bo'ldi. Xudoga shukr. O'tgan yil ham zo'r bo'lgan. Xudo xolasa keyingi yil boshi davlatga borib, bundan ham zo'r damlar olish hammamizga nasib. Sog' bo'ling. Alloh o'zbek.